Qarang, buni turk qaynonam o'rgatdi. Agar pichoqlaringiz, qaychilaringiz yaxshi kesmasa, shunaqa ochiq shaklda bo'ladi. Bankaga solasiz. Bankaga suv to'ldiring. Oddiygina narsalar solamiz, qarang. Xuddi bozordan olganingdek bo'ladi. Bir shakar qoshiq tuz. Turk qaynonam 40 yildan beri shunday qilar ekan. Soda, oddiy non soda bor-ku. Non soda solasiz. Sirka solasiz. O'ksiz. Mana, yarim soat qolish kerak. Hozir ko'proq qarang. Yarim soat xuddi shu shaklda qolish kerak. Yarim soatdan keyin xuddi bozordan yangi olgandek bo'ladi bu pichoqlar ham, qaychilar. Mana yarim soatdan keyin suvni rangiga qarang. Zanglab ketgan hammasi top-toza bo'ladi. Shuni qarang. Yaltillab, yangidek turibdi. Artasiz endi yaxshilab quruqlaysiz. Ko'rdingizmi qanday? Yangi. Qarang, pichoqlaringiz qanday o'tkir bo'lib ketadi, ko'ryapsizmi? Zanglab yotgan 5 yillik qaychim qarang qanday yangidek bo'lib ketdi. Ko'rdingizmi? Turkiyada 10 yildan beri tikish qilib shu qaychini ishlataman. Qarang, erim futbolkasini kesib ko'rsatyapman hozir. Ko'rdingizmi qanday kesyapti? Ko'rdingizmi? Bu foydali bilgini hammaga yuborib qo'yishni unutmang.